Xo'sh, hurmatli kanalimiz muxlislari, kecha kommentariyaga yozishibdi. Men to'yxonaga 2 ta 150 litali infraqizil lampa o'rnatgandan keyin bu zararga kirib ketasiz, tokki yeb tashlaydi deyishdi. Hozir mana foyda zararni hisoblab berishga harakat qilaman. Mana 20 ta tovuq bor. Yem kuniga 2,5 kilo ketadi. 5000 so'mdan 12,5 so'm bo'ladi. Ko'ryaptim. Xo'p, 5 ta tuxum qilib turibdi, toksiz. 5 ko'paytiramiz 3000 so'mga, ya'ni bitta tuxumning narxi 3000 so'm, damashli tuxum jon deb olishadi. 5 ko'paytiramiz 3000 ga, bu bo'ladi 15000 so'm. Buni 30 kun ko'paytiramiz 450 ming so'm. Bundan yemni rasxodini olib tashlaymiz. Demak, yem qancha ketyapti? 375 ming so'mlik yem ketyapti 30 kunda. 450 dan 375 ming so'm rasxodni olib tashlaymiz. 75 ming so'm foyda tok yo'q paytida istilmayotganda. Endi isitish momentida qanaqa bo'ladi? Elektr tokini hisoblaymiz ketayotgan. Elektr toki mana ikkita lampa 150 litali 300 watt bo'ladi. Buni 12 soat yoqamiz. Ko'p yoqish shart emas, faqat kechasiga yoqsa bo'ldi. Xo'p, 12 soat ko'paytirsa 3600 watt bo'ladi. Bu 3,6 kilovat degani. 1 kilovat soatimiz taxminan 900 so'm bo'lsa, 3,6 kilovatni demak 900 so'm ko'paytiramiz, 3240 so'm bo'ladi. Buni 1 oyga ko'paytiramiz. Bo'ladi 97200 so'm. Endi rasxodni hisoblaymiz. Tok bilan yem ketyapti rasxod. Demak, mana bu tok 97200 so'm, mana bu yem 375000 so'm qo'shamiz, bo'ladi 472000 so'm, 472200 so'm bo'lar ekan rasxod. Tok yoqilganda. Endi tuxum tokki yoqishdan o'zi maqsad nima edi? Tuxumni ko'paytirish edi. Tuxum 5 ta qilyapti, yana 5 ta qo'shildi deylu. Kamida 5 ta qo'shiladi xudo xolasa. Shunda 10 ta tuxum kuniga qilyapti. 10 ta tuxum kuniga 3000 so'mdan bo'lsa 30000 so'm bo'ladi. Bir oyda bu 900000 so'm bo'ladi. Endi 900000 so'm tuxumni puli bo'lsa, bundan mana bu rasxodni olib tashlaymiz. 900 minus 472 bo'ladi 427800 so'm foyda bo'ladi tok qo'shganimizda, ya'ni to'yxonani isitib tursak qish chillada. Mana bugun 1-yanvar 2026-yil. Endi tanlaylar, shu qaysi bir yaxshi? Mana shu 75000 so'm yaxshimi yoki 472800 so'm yaxshimi? Taninglar sog' bo'lsin. Video agar misol uchun foydali bo'lgan bo'lsa, bir duo qilib qo'yinglar. Tak что ozgina rasxod qilinadi любой biznesda ham. Sog' bo'linglar, rahmat.